Haligi nimani ichiga qamab qo'yadi-yu, bunkerning ichiga. Ana shunda yalinishi juda qiziqarli. Yalinibroq meni chiqarib yuboringlar bu yerdan. Iltimos qilaman. Senlarga ko'rsatib qo'yaman deydi-yu. Shu joylari qiziq. Ko'p joylari qiziq. Bu to'liq metrajli multfilm ishlanishi O'zbekistonda bu voqea desak bo'ladi. 3D formatida olingan. Men juda ham bajonidil ovoz berdim, ovoz beraman. Orada men shuni aytib o'tayki, bu multfilm, bu voqea. Mana shu film bilan katta, juda ham katta auditoriyani xudo xolasa ishg'ol qiladi. Men barcha ijodkorlarni, rejissyor boshchilik barcha ijodkorlarni tabriklamoqchiman, rahmat aytmoqchiman.